Gençler, hürmetli vatandaş, 2024 yıl 2. ayının 7. günü ettiği Perşembe. Endi sizlerge sözleydiğimiz mundaq bir, endi bu bir fikir ve talep dep oylusunuz buludu. Avval bir material paketini aldığınızı taşlaylı. Dünya Uygur Kurultayı Şarkı Türkistan besivelingan zemin namlıq dokulatı bitirdi. Mavzulu haber 2024 yıl 2. ayının 13. günü Erken Asya'nın Uygur Til Gruppası ilan kılındı. Bu haberinin abduri Habibullah İzci. Haber mundaq başlandı. Dünya Uygur Kurultayının 9. fevral ilan kılgan bayanatıda bildirişçe Şarkı Türkistan'dan besip elingan zemin işgalligi hakkındaki dokulatın tayyorlash hizmeti ahirlashib resmi tamamlangan. Mazkur dokulatni tayyorlash xalqaroliq tangli qonunshunoslar, advokatlar, tarixchilar, mutaxassislar. Shunday, qarab turing. Xalqaroliq qonunshunoslar, advokatlar, tarixchilar, mutaxassislar qatnaşqan bo'lib, buni tayyorlash uchun bir qancha yil sarf qilindi. Biz dokladning tutganlik munosabati bilan Qurultay raisi Dolqin Aysani ziyorat qildik. Deyildi xabarda. O radio anglag'uchilar bilan bu ko'z qarashlarini o'rtoqlashib, Sharqiy Turkistonning besib elingan zemin ekanligini xalqaro qoida qonunlar orqali isbotlashning ahamiyati haqida to'xtalib o'tdi. Xalqaro qoida qonunlar orqali xo'sh. Dünya Uygur Kurultayı'nın raisi Ferhat Muhammed'in aynı vaqtdagi Qurultay ijroiya komitetida qarar elingan 3 bosqichli plan ve bu dokladni tayyorlash jarayoni haqida qisqacha to'xtalib o'tdi. Dolqin Aysa deb ko'rsatildi xabarda. Xitoy hukumatining yaqinqi bir necha yil ichida bir qancha million Uyg'urni jazo lageri va turmalarga solab, meni yuyish orqali assimilyatsiya qilish, bo'ysundirish qadamini tezlatayotganligi va uning bu siyosatning mazkur dokladda ko'rsatilganligini bildirdi. Dolqin Aysa yani bu doklad tayyorlanib e'lon qilingandan keyin elib berilgan xizmatlar va bu doklad orqali yetmoqchi bo'lgan nishon haqidagi ko'z qarashlarni o'rtoqlashdi. O bundan keyingi diplomatiya sohalarida elib bormoqchi bo'lgan strategik siyosat haqida to'xtalib o'tdi. Dünya Uygur Kurultayı'nın bayanatı bildiriş Şarkı Türkistan besip elingan zemin namlıq mazkur tadqiqat dokulatı bu yıl 5. ayının 3. günü Germaniyanın München şehrinde ötküzüladigan Dünya Uygur Kurultayı kurulganlığının 20 yıllıkını tebriklash murasimida mazkur programının mas'ulluğunu üstüge algan danglı qonunshunos Michael Patwallen qonunshunos tarafından bütün dünya resmi yosunda ilan kılındı. Hoş. Dolqin Aysa efendi 3 mezgil değil, ağzımga 3 mezgil kirib qaptı. 1757 yılda hesabлаганда bu memleketke Uyg'uriston memleketiga tajovuz qilib kirgan davlat Manju xonadonligi. Bu Xitoy tajovuz qilib kirgan masala emas. Yollanma askar, yollanma general, yollanma qo'shin bu Manju xonadonligining askarlari va generallari. Bu bir ketma ikinci qatim tajovuz qilib kirgan vaqtda rasmiy Xitoyning tajovuz qilib kirgan vaqtda shuni hisoblayli. 1941 yil 1 oyda Chiang Kai-shek Kuomintang armiyasi 100 ming kishilik askariy qo'shin tajovuz qilib kirdi deyli.
Endi üçüncü qitim sizning için tajovuz qilib kirgan masalan 1949-yılı kelganda endi Xitoy Kompartiyasi, ya'ni Xitoyning ikkinchi siyosiy partiyasi Jungo kommunistlari Uyg'uristonga tajovuz qilib kirdi. Xo'sh, mushu jarayonda masalan 1757-yili bu yer urush bo'ldimi, bo'lmadimi, buningdan xabarim yo'q ekan mening. Dolqin Aysa, balki siz biladigansiz, tajovuz qilib kirganda bir hokimiyat yoki bir davlat tajovuzchiga qarshi urush maydoniga chiqa olsa, uni tajovuzchi deymiz. Urush maydoniga bir armiya yoki bir qo'shinni chiqara olmasa, onu nima deymiz, qanday shaklda besib kirish deb ataymiz Dolqin Aysa efendi. Masalan, Gomindan armiyasi 1941-yil 1-oyda besib kirib, vatanimiz Uyg'uristonda Milliy Demokratik inqilob portlagan 40-yillarda Uyg'urlar qo'li qurol elib Alo. Thank you. Elip altın 2096-yılı 6. ayının neçinci günü? 1996 günü 5. ayının 16. günü. 5. ayının 16. Ya 96 yılı 1996 yılı 5. ayının 16. günü. Geçirenler ne kelgentimi? Gomindan armiyasi 1943-yili 1-oyning ichida tajovuz qilib kirib 40-yillarda mustamlika urushi, Uyg'urlarning shiddatli ko'tarilishi, Uyg'urlarning shiddatli aldı okopga tushib, qurolli inqilob bilan Gomindan zarb berishi. Mana mushu chaqda biz Jangdeshi Gomindan Xitoyning siyosiy partiyasi Uyg'uristonga tajovuz qilib kirdi deymiz. Nemishqa? 44-yil 11-oyning 12-kunü Uyg'ur mustaqillik jakarladi. Mushu asosiy nuqta. Mushu bir muammo türük. Mushuni asos qilamiz. Demak, bir millat o'rnidan qo'pib mustaqillik jakarlagandan keyin mayli uni mustamlika qilgan millat bo'lsin, mayli ikkinchi bir yot millat bo'lsin, u alga u vatanga tajovuz qilib kirdi ekan, biz buni tajovuzchi deymiz. Muammo türük 1944-yil 11-oyning 13-kuni jakarlagan mustaqillik. Kelki bu mustaqillik, yani bunun tarixini so'zlaymiz, Xudo imkoniyat yaratib bergan kunlarda. Shuning uchun biz Gomindan tajovuz qilib kirdi deymiz. Endi ikkinchi qitim 49-yili Gomindan ketdi, taslim bo'ldi, Jungo Kompartiyasi uni taslim qildi, ketdi. Endi Jungoning ikkinchi siyosiy partiyasi, Kommunist partiyasi Uyg'uristonga tajovuz qilib kirdi yoki Uyg'uristonni besib oldi desak, Jungo Kompartiyasiga qarshi bu vatanda Uyg'uristonda qurolliq o'tirg'i chiqib, "Men vatan mening" deydigan bir armiya shu vaqtda mavjudmidi? Dolqin Aysa efendi, qanday shaklda hisoblaymiz buni? Masalan, Jungo Kompartiyasi 49-yili 10-oyning 1-kuni amaliyotda 49-yili 1-oyning 1-kunidan boshlab 10-oygacha Xitoy armiyasi Uyg'uristonga kirib keldi. Urush bilan kirdimi? Dolqin Aysa efendi yoki boshqa bir sir bormi? Siz bu qatamqi dokumentingizni qanday tayyorladingiz, Dolqin Aysa efendi? Masalan, men bu yerda boshqa bir sir bormi deganimda 1949-yili 1-oyning 1-kunidan boshlab Sovetlar armiyasi harbiy mashina chiqarib, harbiy aeroplan chiqarib, Jungo Kompartiyasining atalmış Azadlık armiyasini Şinjan, Xitoy tilidagi Şinjan, sizning tilingizdagi Turkiston, mening tilimdagi Uyg'uristonga boshlab kirdi. Dokumentingizni shuni yoza oldingizmi, Dolqin Aysa efendi? Agar bu ishlar mush tartib bilan dokumentingiz kirmasa, dokument bo'lolmaydi, Dolqin Aysa efendi. Afsuski bu tarixda biladigan odam sizning atrofingizda yo'q. Sizin etrafınızdaki adamlar qo'saq vaqtlar. Bu tarixni Qizil armiya qanday kirdi? Xitoyning Qizil armiyasi Uyg'uristonga
Xitay Gomindan'ın armiyası qandaq tajavuz qilib kirdi Uyg'uristonga. Shinsesayni kim elib kirdi Uyg'uristonga va kim qo'lladi? Stalin qandaq qo'lladi Uyg'uristonda? Yangzing için cin şuburin degenlerini Stalin qandaq qo'lladi Uyg'uristonda? Mush tarixlar bormi? Yazdınız mı dokladınızga Dolqun Aysa efendi? Buların hammasi Şinjan tarihi materiallar bir-birlab e'lon qilingan edi. Buni radga selish uchun bir ong kerak. Tarihi ong kerak. Siyoset ong kerak. Bu bo'lmasa dokladni yozolmaysiz Dolqun Aysa efendi. Men sizga savol qo'yay, bu dokladning dastlabki originalini kim yozib berdi sizga? Onun ismini elishingiz kerak edi. Eg'izi chiqarmabsiz. Birinchi bosqich kim yozdi? Onu kim tercüme qildi? Tap efendining oldiga tashladı. Bu narsani konkret aytib bersangiz bizning bir ko'nglimizda sam bo'ladi Dolqun Aysa efendi. Siz aşağı etrafınızdık 10-20 adam. Şu 10-20 adam Şarkı Türkistan dokladını yazdığan adam. Bu Uyg'uriston degan gaplarning hammasini qayirib tashlaymiz bir yoqqa. Faqat bizning deganimiz degan, bizning qilganimiz qilgan. Chunki bizni xalqaro qo'llab, bundaq desangiz xato bo'ladi Dolqun Aysa efendim. Lat. Eliga xalqaro ekan sizni. Ağzımdan bir gap chiqaray degan to'xtab qolaymi bu yerda? Kimning qo'li shule lat? Gapning o'zi nima yozdingiz? Uyg'ur xalqi ko'rib boq dedingizmi bu dokladni? Uyg'urning oldiga qo'yib biz mana yozdi, qanday fikring bor deb fikr elib boqay dedingiz bu dokladni qanday tayyorladingiz Dolqun Aysa efendi? Doklad tayyorlabsiz, qanday tayyorladingiz? Bir Uyg'ur fikr berib boqasin, bir fikr anglab boqayli, bir Uyg'ur anglab boqsin, qo'shilishni anglab boqayli, bir Uyg'ur ko'rib boqsin, madinishni ko'rib boqayli demay. Tuyuq siz 5-ayning 3-kun dunyoga e'lon qilamiz deysiz. Nima o e'lon qiladigan Dolqun Aysa efendi? Qanday doklad bu? Qayerga e'lon qilsa? 5-ayning 3-kunigacha bir Uyg'ur ko'midi bu dokladning nima ekanligini bilmay dunyoga nima deb e'lon qilsa? Bir savol qo'yay. Tashkilotning ismi Dunyo Uyg'ur Qurultayi. Dokladning ismi Sharqi Turkiston. Qaysini to'xtaysan? Sen ko'targan jingning pallasi bormi yo'q? Senin qo'lingdagi jingning pallasi bormi yo'q? Chekiti bormi yo'q? Chekiti yo'q jingdek. Yoki chekiti yo'q jingning cho'kisidek bir ko'tarilib, bir pastib, bir ko'tarilib, bir past. Maydoni yo'q bir odam. Shundoq bir odam sen bugun doklad tayyorladingmi Uyg'uriston to'g'risida? Nega tayyorlading doklad? Birisi maxfiy yozib dedimi? Maxfiy yozib doklad talab qil, sen doklad yozsang bo'ladi, sen men talab qil dedimi? Masalan shu dokladni tayyorlading. Beshiga besivilingan zimin ekan degan gapni eg'izga olsan, manada davlat qurdik, bundoq davlat qurdik. Shu davlat qurganligimiz uchun sen buni e'tirof qil degan gapni qila oladingmi? Dokladingning ichida shuni deya oladingmi? Nima gap? Qurultoychilar doklad tayyorladi. 5-ayning 3-kuni dunyoga e'lon qildi. Bu qiziq gap bu. Sening atrofingdagi odam ya 20 yanchukchi, ya 50-60 seni qo'llaydigan odam. Men sana aytib qo'yay. Men asli bundan gapni qizg'aldiga o'g'ilbola emasdim. Mening atrofimdagi odam 4.700.000 men sana aytib qo'yaymi? Agar sana publik kerak bo'ladigan bo'lsa, mening atrofimdagi odam 4.700.000. Senin etrafında 20 adam var. Ma millet ma Uygur degan millet ma o. Yani birisinin u yakıştırıp oynaydığı oyuncu emas. Birisi ya dokapap Uygur to'g'risida dokladni bekor qil desa, sen bu yoqda bir chiqib Sharq Turkistonda doklad desang, uni Uygur ko'misa, Uygur olab boqmasa, buning mazmuni nima, Uygur bilib boqmasa nima doklad bu? Şuna 5-ayning 3-kuni kelishdan burun, sen bunu dunyoga e'lon qilishdan burun, bugun yoki erta sen dokladingni Uyg'urlar orasida e'lon qilishing kerak. 2 oy vaqt bor. Sen dokladingni Uyg'urlarning orasida e'lon qilishing kerak. Yoki bu dokladni yozish qatnashgan odamlar bilan qo'shib, ular kimlar? Birinchi originalni kim yozdi? Ikkinchi originalni kim yozdi? Kim tarjima qildi? Mushular o'tirib qo'yishing kerak. Bilamda? Dolqun Aysa efendi,
Toshkent shahri, O'zbekiston poytaxti. Prezident Mirziyoyev. Prezident Mirziyevning ma'lum prezidenti Uyg'ur emasmi? Tushundingmi? Tushundingmi gapimning ma'nosini? Bu qanaqa gap? Atrofdagi vatandoshlar anglab bir kishi doklad tayyorlabdimish. Uning ismi Dunyo qurultayi ekan. Yani onu tayyorlagan dokladının mavzusi Sharq Turkiston ekan, qaysi ras? Ma'qul dokladni tayyorla, shu ismla, qaysi ismla tayyorlasang tayyorlab ko'raylik. Dokladni ko'rib baqa Uyg'ur bormi? Uyg'ur ideologiya sohasida faoliyat qilayotgan bir Uyg'ur ko'rib baqdimi dokladni? Sen bu dokladni Uyg'urlar ko'rib baqmay, Uyg'urlardan fikir elib baqmaylar dunyoga e'lon qildi. Kim berdi sana ve bunda huquqda?